Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli azizlar, bugun sizlar bilan onasining telefon qo'ng'irog'i degan mavzuda suhbat yuritadigan bo'lamiz. Bismillah. Bir yigit bilan bir kuni masjidda tanishganman. Ko'rinishidan oddiy bir inson, ko'p gapirmasdi. Bir kuni namozdan keyin telefonga qarab turardi. Keyin o'chirib qo'ydi. Men esa kim edi dedim unga. Onam, dedi xotirjam. Nega ko'tarmading dedim. Bir oz jim turdi. Oxirgi paytlar ko'p nasihat qilyapti. Asabim yo'q. Oradan 2 hafta o'tdi. O'sha yigit masjidga kelmay qo'ydi. Keyin esa men eshitganim, onasi vafot etibdi. Janozada ko'rdim uni. Qabr boshida telefonini ushlab yig'lardi. Oxirgi marta qo'ng'iroq qilganida ko'tarsam bo'lardi. Shu gapni aytib turardi. Telefon hali ham qo'lida edi. Lekin endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Xulosa, ba'zi qo'ng'iroqlarni keyinga qoldirib bo'lmaydi.